قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: rahimlik ko'rsatmagan kishiga rahimlik ko'rsatilmas, ham kishilarni g'afu etmovchiga g'afu etilmas. Demak, sen agar rahimli ekan, Allohning maxluqlarına senga da rahimli bo'lurlar. Agar sen g'afu etasan ekan kishilarni, umuman jon egalarin, shulay yo'q seni de g'afu etirlar. Birinchi ishroqda Alloh, eng birinchisi Alloh, ham shulay yo'q Allohning maxluqlari. Alloh ham Allohning maxluqlaridan seni g'afu etirlar. Hammani misollar ko'rib bo'ladi. Aytik ikki kishi. Birsi bir kishini bir qachonda g'afu etmay. Bir kishini de g'afu etmay. Nindigina balakay narsa qilsa qarshi u ularga javob beradi. Qirqlik bilan, jazo bilan. İkincisi bor kishini de g'afu etadi. İkincisi bor kishini de g'afu etadi, ham ularga rahimli. Ertaga bu kishilarning birinchisi biror gunoh ishlasa, ya'ni g'afu etmovchisi, anga kishilar g'afu etishadimi? Anga kishilar g'afu etishadimi? Yo'q, albatta. Anga g'afu etmayishaklar bu uning yolg'ishin. Chunki u o'zi degan bir kishiga g'afu etmadi. İkincisi u butun kishiga g'afu etaydi. U biror yolg'ishlik ishlasa, anga g'afu etishadimi? Ha? Hayır, anga g'afu etishadlar. Anladingizmi?